Ey qizcha, ota-onang qani? Uyda. Qo'rqma, qo'lingdagilar og'ir ekan. Yur, uyingga olib borib qo'yaman. Og'ir emas amaki. Yur oqa, yo'ldan muzqaymoq olib beraman. Rahmat. Şu yaşam hevesinin insanların cümlesi. Adam begonalar mashinasiga o'tirmagin deganlar. Barakalla, aden to'g'ri aytibdilar. Ma, bu aqlli qiz bo'lganing uchun. Rahmat amaki. Faqat shokoladni yo'lda yeb olgin, a? Xo'p bo'ladi. Qizim, senga do'konni oldida qimirlamasdan kutib turgin dedim-ku. Begonalar bilan gaplashmasdan keldim. Qo'lingdagi nima? Yaxshi amaki berdilar. Juda ham yaxshi amaki keldi. Tushundingizlarmi? Nima haqida ekan bu? Olish mumkinmi shirinlikni birovlarni qo'lidan? Ko'chada biron kishi to'xta olib ketaman desa, ha deb ketaverish kerak. Yo'q. Ana shularni bilishingizni xohlab, men shu videoni sizlarga ko'rsatyapman.